Xo'sh, assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun cheslovimiz demak 15-dekabr dushanba soat 13:47 bo'libdi. Demak, challenge'da bu birinchi haftasi boshlab olamiz. Bitta narsa aytib ketmoqchiman. Mendan nima desam ekan, haftada 5 ta, 10 ta zelka qiladigan yoki har kuni zelka qiladigan narsalar kutmanglar. Chunki men sifatga ishlayman, ya'ni bir oyda 3 ta zelka qilsam, uchalasi ham aniq, tushunarli va tepi bilan yakunlanishini xohlab, ya'ni shunaqa zelkalar qilaman. Shuning uchun ham sifatga ishlaymiz. Agar yaxshi setaplar bo'lsa, o'sha setaplarga kiramiz va zelkamizni ochamiz. Bo'lmasam, birinchi bo'lib hozirgi Euro USD ning holatini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi bo'lib yangiliklarni ko'rib oladigan bo'lsak, bugun dushanba, menimcha yangilik yo'q ekan. Haftalik yangiliklarni ham ko'rib olamiz bu yo'li. Demak, dushanba kuni yangilik yo'q ekan. Ertaga GBP, Euro va USD uchalasiga ham yangilik bor ekan va hafta davomida qizil pakkada yangiliklarimiz demak ko'p ekan. Demak, kunlik market holatini ko'rib chiqamiz. Daily time frame'ga o'tadigan bo'lsak, bizda e'tibor bersanglar, men bu bitta narsa bo'ladi, ya'ni videoni yoqaman. Har doim men bu nimadir kelaveradi, men aytdim, please. Asabga tegib, xo'p. Kunlik time frame'ga e'tibor bersanglar, kunlik time frame'da biz o'sha o'sish trendidan hali pastga tushganimiz yo'q, ya'ni bizda market maker sell modeli ichki liquidity-larni target qilayotgani yo'q. Bizda range minimumi va hozircha maksimum nuqta zona bo'lib turibdi. Narx pastdagi manba imbalans zonaga market maker sell modelini boshlashi uchun avval manba liquidity-ni ikkalasidan bittasini tozalash kerak. Hatto bitta PDH ni mamdo qilib yechsa bugun, ertadan yoki kunni bugun, ya'ni New Yorkda agar Londonda hozir yechib tushadigan bo'lsa, New Yorkda ham sell qarasak bo'ladi, lekin hozircha sellga shoshmaymizda va PDHlarni, ya'ni mana shu liquidity-larni marketda target qilishini, ya'ni 1 soatlik time frame MTF da buy pozitsiyalarni qarashda davom etamiz. S&P bo'ldimi yoki yo'qmiga DXY da qaraydigan bo'lsak, DXY da ham S&P yo'q, GBP da ham S&P yo'q. Demak, Euro USD ga qaytamiz. Demak, bizda hali bearish signal berilgani yo'q. 1 soatlik time frame ga tushadigan bo'lsak, 1 soatlik time frame da New York abetki 12, New York midnight, ya'ni 00:00 dan New York abetki 12:00 bo'lib oladigan bo'lsak, bizda e'tibor bersanglar, mana bu zonadagi liquidity, keyin mana bu zonadagi liquidity narx yechmadi, tepani yechmasdan pastga tushyapti va London ochilishi bilan Osiyoni pastini sweep ko'rinishda tozalayapti. Bizda ya'ni Osiyo range bo'lgan edi, oxirgi struktura bo'lgan edi. E'tibor bersanglar, bu zonada Osiyoning minimumi, bu zonani mana bu soat 2:00, ya'ni dead zonda yechildi. Osiyoning minimumi va London kill zone ochilib, o'sha dead zone, Osiyoning minimumini yechgan dead zone ham tozalayapti. Demak, endi bizda narx ko'tarilib Osiyoning high'ini ustida Osiyoda va overlapda yopilib berishini kutish kerak. Ya'ni narx mana bu candle CRT yopilsa 5 minut 50 sekunddan keyin, ya'ni mana bu nuqtani tozalagan holatda yopilsa, keyingi candle'da yana dashtga narx ketishini va Osiyoning high'ini ustida narx yopilishini kutsak bo'ladi va shundan keyin overlapda ichki liquidity qoldirib, ichki liquidityga harakat boshlasa, New Yorkda o'zi qoldirgan mana bu zonadagi IFVG yoki balki o'zi qoldirib ketayotgan imbalanslardan yana PDHlarni target qilib market maker buy modelini ko'rsa bo'ladi. Demak, bugungi ideya bo'ladi bu narsa. Okey, agar o'sha manba hozir ertalab, ya'ni salomlashish ham shunga o'xshagan bo'lsa, yana London kill zone chiqayotgandan keyin bitta grafikka qaraymiz va agar bizni setapimizga narx yurishni boshlasa, yana bitta vaziyat ko'rib chiqib, New Yorkda demak buy pozitsiyani qarasak bo'ladi.
update bo'lsa ko'rishamiz. Xo'sh, demak jigarlar, men videolarni Telegram kanalimga yoki mana bu YouTube'ga challenge videolarni olgunimgacha bitta setup chiqibdi. Buni 1 soatlikda ko'rib turgandim, lekin 5 minutlikda holatini ko'rmaganim uchun kirolmadim. Demak, shuni qisqacha obzor qilsak, foydali bo'ladi. E'tibor bersanglar. Xo'p, demak, e'tibor bersanglar, Osiyo Killzone'dagi men kunlik time frame'ni boya aytdim. Kunlik time frame'ni kun ichida bo'lishimiz, ya'ni buy paysalarni qarashimiz kerak, ya'ni PDXlarni yechib, keyin market maker sell modelini bo'lsa, keyin ko'ramiz degandim. Demak, buy pozitsiyalarni qaraydigan bo'lsak, e'tibor bersanglar, Osiyo Killzone Low'ni mana bu soat 2:00dagi qorasham, ya'ni dead zone yechyapti-da, sweep qilyapti-da. Dead zone'da London Killzone tozalayapti, CRT qilyapti-da. 3-candle market maker buy modelini Osiyo highgacha olib ketyapti. Demak, 5 minutlik time frame'ga e'tibor bersanglar, xuddi shu holatda Osiyo low'ni yechib, mana bu yerda CRT bo'ldida, undan keyin MSS'dan keyin mana buy FUG'dan buy paysalni qaraganimizda 1 ga 2.9 mi? Shunaqa, ya'ni 1 ga 3 ga yaqin setup bo'lardi ekan demak. Demak, o'tqizordik. Yana update bo'ladigan bo'lsa gaplashamiz. Market tahlilida birorta maksimumda ustidan narx yopilsa, buy qaraymiz degan edim. Soat 16:00dagi candle sweep qildi. 17:00dagi candle kutyapman. Agar u ham maksimumlarni sweep qiladigan bo'lsa, yana dальше buy ketishi qiyin masala bo'lib qoladi. Agar graf ko'rinishida yopiladigan bo'lsa, bitta yana holatni ko'ramiz. Ya'ni struktura paydo bo'lgan bo'ladi. O'sha strukturadan keyin PDR rezonni oqtarib, dальше buy pozitsiyalarni qarasak bo'ladi. O'sha o'rtoqlar, demak, grafikka e'tibor beradigan bo'lsak, demak, market tahlilida market tahlilida narx mana bu joyda turgan edi, ya'ni mana bu candle yopilishi kerak edi o'sha kunduzgi market tahlil qilganimizda. Narx tepaga yurishi kerak, birorta maksimum yangilash kerak degan edim. Xo'p, e'tibor bersanglar, shu Osiyo high'ni ustida yopildi, ya'ni yopiladi. To есть mana bu candle soat 28 minutdan keyin yopilar ekan. Dальше yopiladigan bo'lsa, keyin shu London range'da xo'p, PDR zonasini oqtarib, dальше London range'dan buy modellarini qarasak bo'ladi. O'sha tepadagi PDX gacha demak. Hozir YouTube kanaliga market tahlil tashlayman. Undan keyin agar update bo'ladigan bo'lsa, yana dальше buy pozitsiyalarni qarashni davom ettiramiz. Xo'sh jigarlar, hozir grafik ko'rsataman. Katta ehtimol bilan skip qilsa kerak. Xo'p, e'tibor bersanglar, mana bu kunning optimal kirish nuqtasi bo'lib qoldi. O'sha Osiyoning low'ini tozalagandan keyin mana bu yerdagi London o'sha dead zone tozalab, keyindan keyin market maker buy modeli biz kunni target edib mana bu PDX emas, payshanba kungi high degan edik, kunlik time frame'dagi va u o'sha bias tomon bozor struktura bermadi. MSS qildi. Osiyoni high'ni yangilaganda MSS deb oldi, lekin undan keyin korreksiya bo'lib, qanaqadir PDR zonaga kelib, u yerdan model berib ketmadi. Katta ehtimol bilan hozir DXY ga o'taylikmi? Yo'q, DXY ham yechmabdi. New Yorkda men birorta kirish uchun PDR nuqta topa olmadim. Men bu candle'da 1 soatlik candle'da CRT bo'ladi deb o'ylagandim. Men bu tanasi past yopiladi deb o'ylagandim. Lekin bunaqasi ham bo'lmadi. Demak, hozir shotga o'taman. Bugun сделка qilinmadi. New York hali kirib kelmadi-yu, lekin men New Yorkda qanaqadir kirish uchun joy topalaman deb o'ylamayman. Katta ehtimol bilan ichki kursigacha sell yurib beradi desa kimdir. Уже biasga yaqin qoldi-da, o'shuni ham hisobi bor. Agar yana men bu birorta CRT bo'lsa, shu yerda ichki kursigacha sell modeli bo'ladi desa. Xo'p, demak, shotga qaraydigan bo'lsak, 5.2% turibdi. Chisloyimiz 15 dekabr, bugun сделка qilmadik.
bizga yana bitta take kerak, ya'ni 1/3 error ishlasak 1% risk qilib birinchi etapdan demak o'tib olamiz. Shunaqa gaplar. Soatimiz 18:00 bo'ldi. Ko'rasizlar 18:00 va shu bilan boya aytganimdek bugungi сделка qilmadik. New Yorkda skip qilamiz, chunki men New Yorkda agar ethical kursigacha yurish bo'lsa, unga kirmayman, chunki o'sha target yaqin, SMT u yoq bu yoq shuni hisobga olib, balki smart money reversal qanaqadir target bo'ladigan nuqtalar bo'lmasa kerak katta ehtimol deb o'yladim va sizlar bilan ertaga ko'rishamiz. Bo'lmasam yaxshidan o'ylayman. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun 16-dekabr, soat 11:30 bo'libdi. Men yarim soat ishim bor. Bugungi kunni market tahlili Euro USD ni tahlil qilishdan boshlaymiz. Xo'sh, demak, assalomu alaykum o'rtoqlar. Soatimiz 1 bo'ldi. London Killzone ochildi va birinchi qiladigan ishimiz Euro USD ni analiz qilish bo'ladi va o'sha marketda hozirgi holatini qisqacha ko'rib chiqamiz. Qanday ketdik. Xo'sh, demak, kunlik time frame'ga e'tibor bersanglar, bizda o'sha tashqi kursga olindi, tashqi kursga olingan. Endi narx o'sha ichki kursiga qaytishi kerak va shu ichki kursiga qaytishini kutib marketda analiz qilsak bo'ladi bemalol. Ya'ni o'sha kecha aytdik, narx pastga tushib ketish uchun, ya'ni market maker sell modelini boshlash uchun sell stop berish kerak edi va mana bu CRT candle'ni high va CRT candle'ni low'iga e'tibor bersanglar, bizda mana bu zonada high yechilyapti. Mana bu candle kechagi candle tomonidan endi CRT ni low'iga, ya'ni ichki kursigacha market maker sell modelini kutsak bo'ladi. Ya'ni mana bu kechagi candle mana bu CRT ni high'ni yechgani uchun bu kuchli candle bo'lishi kerak va bugungi narx undan tepaga o'tib ketmasligi kerak. Shu planda MTF time frame'ida market maker sell modeli boshlanishini kutish va sell strukturalarini kutish to'g'ri bo'ladi. MTF time frame'iga, ya'ni 1 soatlik time frame'ga tushadigan bo'lsak, xo'p, e'tibor bersanglar, London Killzone ochilishi bilan narxni tepaga jo'natyapti. Sabab Osiyo range'ga e'tibor bersanglar, Osiyo range'da dead zone yechyapti-da, dead zone'da o'zi, ya'ni dead zone o'zini tozalayapti-da va shu zonada sell buy stoplarni yig'ishtirib, narx tepadagi tashqi o'sha ICT ni metodikasi bor. Tashqidan tashqiga kecha ham aytdim, bu ishladi o'sha. Ya'ni xuddi shu price action, ya'ni narx tashqi kursini sweep qilib yana to'g'ridan to'g'ri tashqi kursiga intilyapti. Va endi bu zonada, ya'ni narx London Killzone Mammetda o'sha mana bu Osiyo high'ni yechib, o'zini o'zi sweep qilib, ya'ni yana sweep qilib, keyin pastga yurishni boshlasa, shu zonalardan sellga price action qarab ko'rsak bo'ladi. Agar Londonda shu narsa bo'lsa, ya'ni candle grab bo'lmasligi kerak, sweep bo'lishi kerak. Shunga qarab, agar betdan kirolmay qolsak, minimum yechilsa, birorta minimumda Londonda overlap yechiversa, keyin ichki kursiga narxda qaytish bo'lsa, o'sha ichki kursidan yana biz New Yorkda Dallas market maker sell modelini davom ettirsak bo'ladi. Xullas, bizdagi o'sha mana bu tepadagi, ya'ni CRT ni olgan candle, o'sha kechagi candle kuchli high va narxni tepaga o'tkazib olmasligi kerak. Agar narx tepaga o'tkazib oladigan bo'lsa, biz market maker sell modeli boshlanishi kerak degan ideyamiz fail bo'ladi. Shunaqa gaplar. Demak, update bo'ladigan bo'lsa, yana yoki setup bo'ladigan bo'lsa, yana ko'rib chiqamiz. Bo'lmasam, ko'rishguncha. Xo'sh, demak, jigarlar, soat 15:10, marketda o'zgarishlar bor. Shuni ko'rib chiqamiz. Ya'ni o'sha ertalabki tahlildan keyingi hozirgi holatni. Xo'sh, demak, jigarlar, ertalabki o'sha tahlildan keyin bozor mana candle menimcha sweep qilib yopilayotganda, 3-candledan narx tepaga qarab ketish kerak deyotgan edik. Shunaqa ham bo'ldi. Yangilik ham bor ekan. O'sha yangiliklar bilan tepaga borib, o'sha Osiyoni high'ini narx demak yechib qaytyapti va biz o'sha analizda tepani Osiyoni sweep qilib, keyin dalish pastga qarab ketadi narx deb turgan edik.
Birinchi candle yechdi, ikkinchi uni yecholmadi. Mana bu yerda dollar bilan SMT bo'lib turibdi. Va uchinchi candle ham hozir ko'tarilib tepaga qarab ketyapti demak. Ya'ni narx 3 soatdan beri shu yerda tiqilib qolgan, lekin hali ham sweep ko'rinishda turibdi. Bu ham bitta signal bo'lishi mumkin. Men ko'proq narx pastga tushib, mana bu zonani yechsa, keyin rangedan keyin yana dalishi sell qarab ko'rishda to'g'ri deb o'ylayapman, lekin e'tibor bersanglar bizda soat 6:30 da kuchli yangiliklar bor ekan. Bu yerda non farm ham turibdi даже, hayronman. Non farm seshanba kuni nima qilyapti. Xo'sh, demak shunaqa gaplar. Yangilik bo'lsa, yana setup uchun yana bir qator ko'ramiz. Bugun men choyxonam bor ekan. Agar Nyu-Yorkka ulgusam, ulgudim, bo'lmasam o'sha ketishdan oldin bitta grafikni ko'rib, agar setup bo'lsa kiribmi, u yoq bu yoq keyin gaplashamiz. Xo'sh, akalar, e'tibor bersanglar, kunlik time frame da o'sha bugun candle'ga ochilib, mana bu yerda ochilib, tepaga chiqib, pastga chiqib, mana bu yerda konsolidatsiya bo'lib turibdi. Boya ko'rdik, yangiliklar bor, kuchli yangiliklar. Lekin bitta setup ko'rgandek bo'lyapman. O'sha setup agar London ichida tam yarim soat bor ekan Londonda. Ya'ni o'sha 5 minutlik o'tganmiz aytaman bu narsani. Короче, 1 soatlik time frame ga o'tadigan bo'lsak, 1 soatlik time frame ga e'tibor bersanglar. Xo'sh, demak manba o'sha PDRI zona, ya'ni liquidity-ni manba soat 3:00 da candle yechdi, to'g'rimi? Uni keyin 4:00 da yecha olmadi. 5:00 ham yecha olmayapti. Sabab indeksga o'tadigan bo'lsak, DXYda mana bu yechilgan, to'g'rimi? Endi hozir misol uchun 5 minutlik time frame da MSS bo'ladigan bo'lsa, sellga qiziqib ko'rsak bo'ladi. Ya'ni mana bu holatda mana shu atroflarda mana bu liquidity-larda birortasini pastga buzadigan bo'lsa, ya'ni mana bu MSS beradigan bo'lsa, shu range-dan keyin mana bu misol uchun men ikki stop loss qo'yib, mana bu yerda MSS bo'lgandan keyin narx qaytganda 50% dan keyin mana bu liquidity-mi yoki 1/3 mi ko'rib ishlasak bo'ladi. Agar shunaqa setup bo'ladigan bo'lsa, risk ko'ramiz demak. Update bo'lsa ko'rishamiz bo'lsa o'rtoqlar. When life gets rough, how can I complain? I got bros in jail, so it could be worse. I put up the bread for my broski's funeral, that was my first time booking a hearse. I sold coke to the white people in the ends, I'm glad that my hood's diverse. I'm writing a verse and my sis told me that my niece is listening, please don't. Xo'sh, demak jigarlar, natijasini ko'ramiz. Ya'ni unchalik reversal zo'r bo'lmagani uchun ekran zapisda o'chiramanda natijasini ko'ramiz. Xo'sh, demak hozir plyusdamiz. E'tibor bersanglar, mana bu yerdan kirganman. Ya'ni mana bu yerda o'sha 1 soatlik time frame boyagi SMT dan kelgan tam
MSS bo'ldi. MSSdan keyin order blockga narx tez qilib tushib ketyapti. Men koordinatasi bu 1.75-70lardan paysa qarab ko'rganman deb ko'ramiz natijasini. Xo'sh, demak jigarlar, stop loss oldik. E'tibor bersa, spreadni ko'ryapsizlarmi kattaligini? Даже stop lossgacha ham bormadi. Xo'p, demak bu stop lossni men qisqacha 1 soatlik time frame'da e'tibor bersanglar, o'zi kun bugun yangiliklar ko'p kun edi va e'tibor bersanglar 1 soatlik candlelar yig'ilib hech qanaqa birorta price action ko'rsatmadi. Bugungi shu ahvol. Demak, shotni ko'radigan bo'lsak, $4077, ya'ni 4% turibdi. Endi hozir probni dashbordiga o'tib ko'ramiz. Xo'p, demak, e'tibor bersanglar, bizda hozir 4.8% ga akkauntimiz tushib qoldi. Nicho strashno bo'ladi. 1% plus, minus 3% plus yo'q qilib imtihondan demak o'tib olamiz. Xo'p, demak, bugunga shunaqa gaplar. Men soat choyxonam bor. Tuninglar yaxshi o'tsin, yaxshi dam olinglar. Ertaga ko'rishamiz. Xo'sh, demak, assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun haftani yarmi, ya'ni chorshanbaga keldi уже. Xo'sh, demak, bugun birinchi qiladigan ishimiz kunlik tahlil bo'ladi, ya'ni Euro USD ni qisqacha ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasam boshladik. Birinchi bo'lib bugungi yangiliklarni ko'rib oladigan bo'lsak, xo'sh, demak, bugun USD ga yangilik olgan, GBP ga CPI chiqqan ekan, soat 12:00 bu ham o'tib ketibdi demak. Xo'p, kunlik time frame ga, hozirgi Euro USD ni kunlik time frame ga e'tibor bersanglar, bizda o'sha ichki kursiga harakat boshlandi. O'sha kechagi price actionda men bu PDH ni CRT bo'ldi, endi men bu candle past ko'rish kerak degan edik. Afsuski, o'sha kechagi candle men bu zonada stop losslarni yig'ishtirdi. Bu yerda xatolarni qisqacha aytadigan bo'lsak, birinchisi manu candle ham, balki manu candle e'tibor bersanglar, tanasi ustida yopilgan, to'g'rimi? Shu ham bitta qanaqadir signal bo'lishi mumkin qisqacha, ya'ni manba uzoqroqdagi bo'lgani uchun buni CRT hisobiga o'tkazmasdan-da, manbani o'zini tanasi tepada, tanasi ustida yopilgani uchun kechagi ham darshi market maker buy model bilan chiqib ketdi. Endi bu CRT qildida, endi keyin candle pastga qarab ketyapti ichki kursiga, ya'ni shu AMD modelda 1, 2, 3 manbiydi deyish mumkin. Xo'p, demak, bu narsa o'tib ketdi. Demak, o'sha biz o'zi haftani deylik, mana dushanba candle bo'lsa, haftani o'zini bo'lib oladigan bo'lsa, e'tibor bersanglar, dushanbadan mana pятница bo'lsa, понедельник bo'lsa, juma. Xo'p, demak, haftani ko'radigan bo'lsak, o'sha dushanba kungi analiz qilganmiz, narx ko'tarilib, men buni olish kerak edi, oldi. Undan keyin shu haftani high bo'ladi. Endi undan keyin narx pastga ichki kursini target qiladi haftani davomida, ya'ni haftani high nuqtasini yasab, keyingi o'sha plani ichki kursini target qilish deganidek. Bu dushanba kungi ideyamiz o'xshadi, lekin kira olmadik. Seshanba kungi ideyamiz o'xshamadi, fail bo'ldi, stop loss oldik. Bugun o'sha chorshanba, lekin o'sha ideya bo'yicha bozorga qarashimiz to'g'ri, ya'ni o'sha hafta ochilib, high nuqtani qo'yib, keyin ichki kursiga yuradi dedik. Demak, haftani seshanba candle qo'yapti high'ini. Endi chorshanba, payshanba, juma ichki kursiga tushib beradi. Biz time frame ga o'tib strukturalarni ko'rsak bo'ladi. MTF time frame, ya'ni 1 soatlik time frame ga o'tadigan bo'lsak, xo'sh, demak, midnightdan keyin kunga e'tibor bersanglar, ya'ni men midnight chizig'i New York abetga 12, midnight open ga e'tibor bersanglar, Osiyo range'da narx pastga tushib, dead zone'da puls bilan pastga tushib,
Endi London Killzone'ga yaqin dead zone o'zini o'zi tozalayapti. London Killzone tepaga qarab yurishni boshlayapti demak. Umumiy hisobda biz o'sha maksimum va minimumdagi range ichida turibmiz. Shuni 50% midnight open bo'lsa kerak hozir. Fibonacci'ni tortib ko'ramiz 0.50% bo'lish uchun. O'sha почти shu 0.50 teparoqda joylashgan mana bu yerda imbalans zona bor. E'tibor bersanglar, o'sha imbalans zonaga yetmay mana bu yerda 5 minutlik 30 minutlik liquidity bor. O'zi imbalans o'zi ham liquidity bo'lishi mumkin. Narx kun davomida shu zonaga korreksiya qilib, New Yorkda market maker modeli bo'lsa, keyin yana dalish pastga qarab ketish. Ya'ni biz endi sell pozitsiyalarini qaraymiz va hozircha marketda ko'zga ko'rinadigan narsa shu range va shu zonadagi PDRI, ya'ni narx reaksiya olishi mumkin bo'lgan PDRI. Narx borsa, shu yerdan model bo'lsa, sellga qarab ko'rsak to'g'ri bo'ladi. Va bugungi kungi ideya sifatida buni ko'ramiz. Ya'ni mana bu hozirgi kartinkani eslab qolinglar. Keyin update'da ko'rishamiz, ya'ni yana ko'rib chiqamiz buni holati o'zgarishini u yoq bu yoq. Lekin bizning ideyamiz shu imbalans zonaga kelsa narxda sell pozitsiyalarini qarab ko'rish. 5 minutlik time frame tam MSS 1 soatlikdagi CRT shunaqa narsalardan keyin sellga qarab ko'ramiz demak. Update bo'lsa ko'rishamiz, kuninglar yaxshi bo'lsin. Xo'sh, demak jigarlar, London Killzone chiqib ketdi. Hozir Euro USD ning holatini ko'ramizda. New Yorkda ideya bor. Shu ideya bo'lsa, bugun New Yorkda setup qarab ko'rsak bo'ladi. Demak, e'tibor bersanglar. Xo'sh, demak, e'tibor bersanglar, Osiyo yasab ketgan high bor va pastdagi lowdagi range ichida narx harakat qilyapti. Va o'sha ochilgan midnight va range'da 50% tepasida imbalans zonasi bor. London Killzone chiqib ketdi va overlap o'sha imbalans zonaga kirib bersa, ya'ni ichki liquidity kirib bersa, New York uni tozalab, ya'ni birinchi short term candle'ini long term candle'ni qo'yib tozalab bersa, keyin pastga model beradigan bo'lsa, liquidity poolgacha ham sell qarab ko'rsak bo'ladi. Va 5 minutlik time frame ga e'tibor bersanglar, o'sha mana bu London Killzone narx tepaga olib chiqyapti-da, 5 minutlik time frame'dagi o'sha 1 soatlikdagi imbalans zonani ichiga New Yorkga yaqin yoki New Yorkda narx kirsa va shu zonada 3 ta candle, ya'ni power of 3 CRT desa ham bo'ladi, ya'ni birinchi candle ikkinchi candle yechib, keyin MSS beradigan bo'lsa, sellga qiziqib ko'rsak bo'ladi demak. Mana bu hozir pastga qarab ketyapti. Pastga tushib ketishi ham mumkin, lekin mana bu birorta liquidityni yechgandan keyin dars yo'lini davom ettirishi ham mumkin, chunki 1 soatlik time frame boya ko'rganimizdek narx 50% ga hali chiqmagan edi, ya'ni range'da 50% ga narx bormagan edi. Xo'p, soat 16:25 bo'ldi. Soat 18:00 da New Yorkdan yarim soat oldin yana bitta grafikka qaraymiz. Agar biz belgilaganda setup bo'ladigan bo'lsa, pozitsiya qarab ko'ramiz. Unda ko'rishguncha. Xo'sh, demak jigarlar, soatimiz 18:10 bo'ldi. 20 minut bor New York Killzone kirib kelishiga. Hop, MTF time frame ga e'tibor bersanglar, kun ichida normal bir tushunarli price action bo'lmadi, ya'ni mana zonada CRT bo'ldi. Endi например tashqi liquidity yechilgan, endi narx ichki liquiditygacha chiqadi. Buy pozitsiyani qaraymiz deb agar zelka qilib ko'ramiz desak, например mana bu lowda, ya'ni liquidity pool bo'lishi kerak bo'lgan nuqtani London Killzone qo'ymadi. Например London yechganda, undan keyin candle'dan biz pozitsiya ochganimizda mana nuqta kuchli nuqta bo'lib usha bergan bo'lardi. Va o'sha ertalabki analizimizda menimcha, например manu candle yoki manu candle edi. Narx ichkariga boradi degandek. No, e'tibor bersanglar, biz o'sha belgilagan imbalans zonamizga narx chiqmadi. Mana bu yerdan bir marta tushib ketib, undan keyingi soat yana qaytib chiqib, mana shunaqa flatda narx harakat qilyapti. Xo'p, demak, manu candle'dan hozir 20 minutdan keyin ochilganiga e'tibor bersanglar 10 minut bo'lgan. New York Killzone kirib kelganda narxda tepaga agar olib chiqadigan bo'lsa va short term candle'ini, ya'ni o'zi PDRI zonaga borib
o'zini o'zi sweep qilib, keyin 3-soatdagi candledan biz sell qarab ko'rsak bo'ladi, agar shunaqa price action bo'lsa, например. Va bunda o'sha range ichida narx 50% dan tepaga chiqqan bo'ladi. Ya'ni premium zonaga chiqqan bo'ladi. Premiumdagi PDR zonadan biz price qarab ko'rsak bo'ladi. 5 minutlik time frame ga o'tadigan bo'lsak, e'tibor bersanglar, mana bu zonalardan buy price olganlar bor. Ularda pricelar yurib, keyin bezubitkalarni urgan va undan keyin yana narx tepaga qarab ketyapti. Tushunarsiz price action. Demak, o'sha PDR zonamizga agar narx mana bu range bo'ylab deylik, mana bu imbalansga qaytib, imbalansdan keyin borib, PDR zonaga teginib va undan keyin candle yechib, keyin MSS beradigan bo'lsa, mana bu yerda keyin biz sellga qarab ko'rsak bo'ladi. Liquidity pool'ni target qilib, chunki mana bu nuqta olingani yo'q. Demak, qisqacha shu, hali ham ideyamiz aktiv. Agar shunaqa setup bo'ladigan bo'lsa, New York Hill zonda zelka qilib ko'ramiz. Demak, update bo'lsa ko'rishamiz. Charchamanglar. Demak, jigarlar, boya qaraganimda narx o'sha imbalansga, ya'ni belgilagan zonamizga kelgan edi. Endi New York candle, ya'ni CRT qilsa, keyin 5 minutlikdagi MSS dan kelgan sell paysani qarab ko'ramiz. Demak, xayrli kech jigarlar. Короче, ideya fail bo'ldi, ya'ni setup bo'lmadi. Va demak, account holatini ko'radigan bo'lsak, demak, e'tibor bersanglar, zelka qilmadik. Chartga e'tibor bersanglar, o'sha biz kutayotgan imbalans zonadan narx reaksiya olmadi. Men bu yerda MSS bo'lganda, hatto MSS bo'lganda men zelka qilib ko'rmoqchi edim. 1 soatligiga e'tibor bersak, demak 1 soatlik time frame ga e'tibor bersak, o'sha qanaqadir setup bo'lmadi. Bugun menimcha o'sha mana bu ichki liquidity-dan, tashqi liquidity-dan ichkigacha qiziqib ko'ramiz deyilganda, o'sha boya aytganimdek timing qo'ymaganni hisobga olib buy pozitsiya qila olmadik va shu bilan bugungi kunni skip qilamiz. Sizlar bilan ertaga ko'rishamiz. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun 18-dekabr. Soatimiz hop, demak 12:15 bo'libdi. Yarim soatlik ishim bor har doimgidek. Shuni tugatib, kunni Euro USD ni tahlil qilishdan boshlaymiz. Xo'sh, demak, endi Euro USD ni tahlil qiladigan bo'lsak, birinchi bugungi yangiliklarni ko'rib olamiz. E'tibor bersanglar, USD ga CPI yangiligi bor va undan 15 minut oldin Yevroga ham yangiligimiz bor ekan qizil papkada. Okey. Market tahlilini boshlaymiz. Euro USD ni kunlik time frame ga e'tibor bersanglar, narx hafta ochilgandan keyin haftani high nuqtasini yasab, ichki liquidity tomon harakat boshladi. Buni kutgan edik. Va bugungi price action ga e'tibor bersanglar, candle ochilib, tepaga manipulyatsiya qilib, yana buy tomon harakat qilyapti. Va bizda o'sha targetimiz bilan bu FVG shu ichki liquidity sifatida olyapmiz. Narxda chetga borishini kutyapmiz. Demak, 1 soatlik time frame ga o'tadigan bo'lsak, demak 1 soatlik time frame da bugungi price actionni ko'ramiz. Demak, soat New York obedga New York 12 bilan 00:00 bilan New York obed 12 ni bo'lib oladigan bo'lsak, bugungi price actionga e'tibor bersanglar, narx midnightdan keyin ochilib, mana bu yerda dead zone, Osiyo kill zone dead zone tozalayapti-da, dead zone o'zini ham o'zi tozalayapti-da. Undan keyin puls bilan MSS beryapti va bu high, kuchli high narxda tepaga o'tkazib yubormaydi, chunki u o'zidan oldin bitta strukturani yechyapti, ya'ni sell stoplarni beryapti. Va uni rangeini 50% ham kuchli 50% bo'ladi. Ya'ni mana shu yerda ham swing pozitsiya qarab ko'rsa bo'ladi. Mana bu narx kelsa, shu IFVG dan swing pozitsiya qarab ko'rsa bo'ladi. Mana shundan kirib, stopni mana bu yerga qo'yib. Lekin yangilik CPI bor, ko'ramiz CPI nimalar qilib tashlaydi. Lekin men qiziqib ko'raman swing pozitsiyaga. Misol uchun, narx mana bu yerga kelsa, London high ga kelib bersa, chetga limit qo'yib, stopni high ga qo'yib, take'ni imbalansga qo'ysa 1 ga to'g'ri ekan. Demak, men shunaqa pozitsiya bugun qarab ko'raman.
okey, CPI bo'lsa ham ko'ramiz. Spreadlarni ham bu yoq hisobini olib, shundan kirib ko'ramiz demak. Ato 5 minutli time frame'ga o'tsak, hop 5 minutli time frame'ga o'tsak, demak shu range'da 50% dagi boyagi mana bu 1 soatli time frame'dagi IFVG zonaga e'tibor berasizlar. Shu IFVG zonani ichida 5 minutli time frame'da CPI bilan qo'shilishib mana bunaqa model kutyapman. Ya'ni narx mana bu o'sha market maker buy modelini boshladi. Mana bu yerda SMT bor. SMT dan keyin narx ichkariga qarab ketyapti, boyagi IFVG gacha. Shu zonaga narx konsolidatsiya bilan tushib, New York ochilish bilan tepaga uradi CPI, keyin pastga MSS beradigan bo'lsa, keyin MSS dan keyin mana shu zonalardan sellgani setup qarab ko'rsak bo'ladi, liquidity poolni target qilib. Bu ham 5 minutlikdagi tipa ideya. Agar update bo'ladigan bo'lsa, albatta kanalga qo'yaman. Charchamanglar, kuninglar yaxshi o'tsin. Xo'sh, demak jigarlar, 0.7% riskimiz anaqamiz bor edi. Chunki $4077 edi akkauntimiz. O'sha 0.7% edi. Hozir risk ko'rdim. Setupni ko'rsanglar. Maqsam ko'rinadigan. И e'tibor bersanglar, bizda yangiliklar bor. 15 hozir где-то mashki oxirgi kunda 20 sekunddan keyin chiqadigan yangilik bor. Сделкamiz hozircha kirilgan u yoq bu yoq buni yangilikdan keyin aytaman. Mana bu CIST u yoq bu yoq kirilgan. Demak, kutamiz rezultatini. Xo'sh, demak jigarlar, Euro USDni yangiliklardan keyin qisqacha ko'rib chiqamiz. Va e'tibor bersanglar, bugun biz analiz qilganmiz, mana bu nuqta kuchli nuqta olinmaslik kerak degan edik. Va mana bu narx mana bu zonada turganda ichki kursiga qaytib, ichkidan keyin pastga tushib ketadi deb analiz qilgan edik demak. E'tibor bersanglar, narxda mana London Low'da overlap amaliyotda yechyapti, overlap yechdi, to'g'rimi? Va SMT bo'ldi. SMT bo'lgandan keyin yangilik, ya'ni mana bu New York 8 dagi candle yangiliklar bilan 6.15, 6.30 yangiliklar bilan narx tepaga qarab chiqib ketdi. Men сделка qildim, ichki kursigacha mana bu yerda chiqib ketganman. 5 minutli time frame'ga tushadigan bo'lsak, hop 5 minutli time frame'ga o'tadigan bo'lsa, e'tibor bersanglar, 5 minutli time frame'ga o'tadigan bo'lsa, e'tibor bersanglar, o'sha London Low'ni mana bu candle yechyapti, CIST candle. Undan keyin narx uni ustida yopildi mana bu yerda. Ustida yopilgandan keyin men ma'lumotlarga entry qildim. Ya'ni men bu umumiy CIST candle shuni ichida сделка qilish kerak. Men mana bu yerda сделка qildimda, narx o'sha CIST low'ni yechmasdan keyin ichki kursiga qarab tipini olib berdi, to есть. Xo'p, bu yerdagi insight, ya'ni CIST qanaqa ishlaydi degan narsaga, misol SMT bo'ldi. Narx ichki tashqi kursi u yoq bu yoq tushib oldi. SMT bo'ldi. Ichkiga qaytish kerak va o'sha SMT qilgan candle, mana candle, o'sha candle bizda narx ustida yopilsa CIST bo'ladi va u narxni keyin pastga qo'yib yubormaydi, например. Xo'p, demak, shunaqa gaplar. Endi akkaunt holatini ko'rib chiqadigan bo'lsak, xo'p, to'ru 0.8% plusda edik. Hozir o'sha to'ru 3%, ya'ni 29% plusdamiz. Ya'ni o'sha to'ru 8 likda $77 mana bu yerda e'tibor bersanglar, $77 bor edi. Komissiya u yoq bu yoq $70 risk qilib, 200 nechadir dollar, 240 ming dollar ishladim va o'sha bilan narx o'z naqamiz to'ru 3% ga chiqib oldi. Demak, boshlaganimizda 5% edi. Hozir -7% zarardamiz, haftalik zararda, lekin umumiy ko'rinishda foydadamiz demak. Shu bilan bugungi kunni to'xtataman. Yangiliklardan keyin grafik ahvoli yomon bo'lib ketdi. Sizlar bilan ertaga ko'rishamiz demak. Demak jigarlar, bugun juma, soatimiz demak 11:55 bo'ldi. Jumadan keyin
kunni Euro USD ni tahlil qilishdan boshlaymiz. Xo'sh, assalomu alaykum o'rtoqlar. Soatimiz 14:02, ya'ni 2:00 bo'libdi. Demak, Euro USD ni tahlil qilamiz. Birinchi bo'lib yangiliklarni ko'rib oladigan bo'lsak, bugun GBP ga 12 da yangilik o'tib ketdi. Euro ga va USD ga yangilik yo'q ekan demak. Euro USD ning kunlik time frame ga e'tibor bersanglar, narx o'sha yana qaytaraman, hafta boshida ochilib, haftani high nuqtasini yasab, endi market maker sell modeli bilan ichki liquidity tomon tushib kelyapti. Bizning asosiy targetimiz mana bu koordinatasi 1.16823 zonasi. Shu haftani boshida ham bizni targetimiz edi, faqat marketda burilib olishini kutdik va shuni target qilyapmiz. E'tibor bersanglar, nimaga mana bu hafta ichida shu market maker sell modeliga setup kam bo'ldi, tam market juda bir beo'xshov yurdi u yoq bu yoq. Ko'pchilik aytishi mumkin, dekabr oyi bir narsa deyish mumkin, lekin unaqa emas. Bu yerda gap candle'larda, ya'ni mana bu haftani birinchi dushanba candle'i bu short term sifatida qoldi. Uni ikkinchi seshanba kun yechib long termni qo'ydi. Ya'ni plan shu, highni yechib long term qo'yish. Undan keyingi mana bu kun ham short term sifatida qolib ketdi. Undan keyingi kungi target bu yana o'sha intermediate term highni qo'yish bo'lib, shu haftada 4 kun mana shunaqa planda yurdi. Endi bugunga kelsak, bugungi setupni biz topa olsak, puls bilan narx tushishini kutyapman o'sha ichki liquidity tomon. Xo'p, demak kunlik time frame tushunarli, biasimiz aniq. Endi MTF, ya'ni 1 soatlik time frame ga o'tib, marketda midnightdan keyingi va New York obedga 12 gacha bo'lgan vaqtdagi mana shu rangelarni ko'rib chiqamiz bir qator. E'tibor bersanglar, bizda mana bu zonada high liquidity bor edi. Buni Osiyo ochilib yechdi, to'g'rimi? Yechgandan keyin pastga tushib, mana bu zonadagi minimumni yechganda MSS berdi va narx qisqa korreksiya qildida teparoqqa ko'tarilmadi. Ya'ni mana bu zonada PDRI zona men topolmayman. IFVG gacha ko'tarilsa bo'lar, ya'ni IFVG ga chiqib, mana bu IFVG ni yechib, keyin tushib ketsa ham bo'lar ekan. Londonda ajoyib setup bo'lardi shu ham. No, unaqa qilmadida. Mana bu joyda BPR buzilgan BPR ni birinchi candle test qildi, ikkinchi unaqa long term high uni yechdida. Undan keyingi candle silver bullet bo'lib pastga tushib, mana bu zonadagi minimumlarni tozaladi. Shunga o'xshash demak. Endi e'tibor bersanglar, narx soat 1:00 va 2:00 dagi range ichida harakat qilyapti. Bizda London Killzone ochilgan. London Killzone metga qilib olamiz. Mana bu candledan, mana bu candledan London Killzone ochildi. 6:00 gacha davom etadi, to'g'rimi? Shu London Killzone ko'tarilib, mana bu liquidity ni yechadi. Yechgandan keyin, ya'ni 3 ta candle bilan, yoki 4 ta candle bilan yechar, mana bu boradi, mana 5-chi yechadi. Undan keyin 2 soat mobaynida mana shu atroflarda sweep ko'rinishda candle'lar qolsa, New York Killzone ochilib, sirazu hammasini tozalaydi-da. Undan keyin o'zini o'zi tozalagandan keyin market maker sell modelini davom ettiradi. Tushunarli bo'ldi. Agar sweep qilsa, mana bu highni sweep qilsa, ham tashqi liquidity-gacha puls bilan ishlasak bo'ladi. Ya'ni o'sha boya aytgandek narx ko'tarilib, manbetlarni sweep qilsa, New York ochilib, keyin dalish pastga qarab puls bilan chiqib ketadi deyapman. Agar grab qilgan taqdirda ham ichki liquidity ga ishlash planida daily manbetda narx ko'tarilib, metda qanaqadir BPR yasa bir narsa qoldirib ketsa, ichki liquidity teparoqdan sell kirganimizda, grab bo'lgandan keyin mana BPR ga kelganda bezubitga yo'q qo'yamiz. Stop kirgan nuqtamizni bezubitga yo'q qo'yamizda. Undan keyin narx qaytib chiqsa, bezubitkani ursam, okey, market maker buy modelida order flow bo'yicha davom ettirib, ato bias aniq bo'lgandan keyin unaqa qilmaydi-da, biz bezubitga olib qo'yamiz va narx puls bilan yana davom ettirib ketaveradi trendini. Shunaqa gaplar. Endi bu price actionni 5 minutlik time frame ga o'tib ko'radigan bo'lsak, demak, okey, mana nimani ikki olamiz keyin bittasini
soatli time frame'ni ochib qo'yish kerak. Minutlarni ochib qo'ysa, okey mana. 1 soatli time frame, 5 minutli time frame. Bu e'tibor bersanglar, mana bu yerda sweep qilmadi, boya 1 soatlikni ko'rsatmayapman. Ya'ni 3 ta candle bo'lmadi. Order flow bilan narx chiqib ketyapti-da, low resistance qilib tepadagi mana bu high ni target qilsa, undan keyin narx konsolidatsiyaga tushadi. New York Hills ochilib, srazu konsolidatsiyani tozalab, undan keyin MSS beradigan bo'lsa, biz market maker sell modelini o'sha liquidity poolgacha ham ishlab chiqib ketsak bo'ladi. Bugungi qisqacha ideya. Endi update bo'ladigan bo'lsa, yana ko'ramiz. Kuninglar yaxshi o'tsin. Xo'sh, demak jigarlar, soatimiz 20:00 bo'ldi. Bugun Euro USD da New Yorkda buy price'ga qaragandim. Xo'sh, demak e'tibor bersanglar, shunaqa tarzda limit qo'ygan edim, lekin market mana limitimni olmasdan ketdi. Endi buni grafikda 1 soatlikdan u yoq bu yoq tushuntiraman. Keyin umumiy haftani bitta ko'rib chiqamiz va bu hafta yakunlandi. Xo'sh, demak 1 soatli time frame'ga e'tibor bersanglar, biz ertalabdan kutgan edik. Ya'ni mana range'da yo'q. Narx Mammetdan hisob olgan edikda, keyin mana bu range ichida harakat qilyapti degan edik va shu kurchini yechib, keyin narx yana bias tomon ketish kerak deb kutgan edik. Lekin yana shunaqa bo'ldi. Bizda 4-chi shunaqa price action, ya'ni New York tozalab buy yurish qilyapti faqat va o'sha New York ketgandan keyin narx sell yurishda davom ettiryapti. Bilmadim qaysi logika bilan market harakat qilyapti. No, Mammetdan men buy price'ga qarab ko'rdim, ya'ni e'tibor bersanglar, narx pastga buzib o'tolmadi, bu mana bu kurchini yecholmadi. Mana bu soat 8:00dagi candle, New York candle shuni puls bilan tushdida, Mammet tozaladi, keyin tanasi даже CRT bo'lib ustida yopildi. Undan keyingi mana bu candle mana pozitsiya uchun qaytib berganda, ya'ni wick qo'yib keyin ketganda, men shu candle o'zidan, ya'ni paysani ochib yopmoqchi bo'ldim. No, limit qo'ydim. Boya videoda ko'rgan bo'lsanglar kerak, limitini olmadim. 5 minutli time frame'ga tushadigan bo'lsak, 5 minutli time frame'da demak, xo'p, mana e'tibor bersanglar, mana shu limit qo'ygan edim. 1 ga 209 mi shunaqa edi. Ya'ni mana bu FVG ga narx kelib berganda, MSS dan keyin shetlardan paysa qaramoqchi edim. No, limitimizni olmadi. Ya'ni bitta entry qilib olganimizda haftani yaxshi yakunlagan bo'lardik. Где-то shu kurchilar ustidan chiqarmidi yoki men где-то 1 ga 3 ga to'g'rilagan edim. Okey, demak umumiy 1 soatlik time frame'ga o'tib bu haftani bitta ko'zdan kechiradigan bo'lsak, grafik e'tibor bersanglar, bu yerda weekly price open bo'ldi va narx ko'tarib, haftalik high'ni qo'yib, undan keyin pastga tushib, mana bu zonada kurchilarni yechib, keyin range berib, range'da 50% ga harakat, mana bu yerda e'tibor bersanglar, 50% ga chiqib, o 50% tozalab, undan keyin pastga yurib ketyapti va mana bu yerda narx yana mana bu yerda kurchilarni yechyapti. Bu kurchini sweep qildi, e'tibor bersanglar, keyin undan keyin pastga ketadigan bo'lsa, xullas umuman market maker sell modeli, ya'ni o'sha tepadan sell model ichki kurchigacha hech kimga hech qanaqa nom bermasdan ham tushib ketyapti. Buncha normalniy. Demak, bu haftani shu bilan yakunlaymiz. Demak, bu haftada ikkita zelka qildik. Bittasi stop oldi, bittasi take oldi, lekin o'sha yaxshi risk bilan kirilmadi. Kecha bo'ldi bu narsa, ko'rgan bo'lsanglar. Va haftani minus 0.6% dami yakunlaymiz. Hozir dashbordga o'tib ko'ramiz buni. Xo'p, dashbordga e'tibor bersanglar, bugun zelka qilinmadi. Plus 4.3% damiz, demak 5.2% dan 4.3% ga tushgan bo'lsak, demak biz 0.9% bu hafta ziyon qilamiz. Keyingi haftadan yoramiz. Dekabrligini ham hisobga olayotgandirmiz, balki dekabr shunaqa o'tar. No, kelayotgan haftadan abdushiy setaplarni qilsak bo'ladi. Bu hafta ham ko'rdik, prям
setup qilsa bo'lardi. Mana bugungi setup ham limitda olmanda, limitda olganda ajoyib tek olib berardi bizga. Va kecha risk qilish kerak edi o'sha joyda. Nimaga risk qilmadim o'zim bilmadim. Davay laqtay pullarni ishlataveramiz deb o'sha $77 risk qildim. Tek oldi. Bundan oldingi setupda ichida xatoliklar bilan stop olgan edi. Va shunday qilib bu haftani tugatib oldik. Demak, sizlar bilan keyingi haftaga ko'rishamiz. Dam olish kunlari chiqadi bu video. Videoni ko'ringlar, like bosinglar, podpiska bosinglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Qarang bu yulduzlar, ucha olgan odamlar, sonsiz tunu kunduzlar, bardosh bera olganlar, cheksiz tunu kun izlab, o'ziga sodiq qolganlar. Qarang bu yulduzlar, insonlar. Qarang bu yulduzlar,